Assalomu alaykum Duxtari Pari muxlislari, hammalarga xayrli kun. Mana Duxtari Pari yana sizlar bilan birga. O'sha shim do'koni obzorini qilib beradi. Juda ham ko'pchilik yil mendan shimli variantlar, katta razmerlar bormi deb so'ragan qizlar. Ustimdagiga yaxshilab baho beringlar. Bu yubka bryukkali, bu vibrlari juda ham ko'p. Materiali xaladok, xohlasanglar kapshonli variantlardan beraman. Xohlasanglar teglari mana bunaqa ipli shimlarni baxshilab qaranglar. Shu bomba. Nomer 1 bunaqa vibr hech qayerdan topolmaysizlar. Juda ham chiroyli. Rasvetkalari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 xil rasvetkasi bor. Hurmatli pompalolar. Undan tashqari rubashkali fasollarimizdan ham razmerlar 56, 58, 60 gacha to'g'ri keladi. Keladi. Eng kichkina razmeri 48 dan boshlanadi. Bizda endi o'zbekchilik. Obzorimiz diqqat qilib obzorga e'tibor beravering. Modellarni yaxshilab bitta videoda ko'rsatib yuboring. Shimlarni ko'rsataman mana. Oxirgi chiqqan modniy fasonlar. Narxini 329 ming qo'yib beraman. Imенно dvoykaligini. Keyin ko'yneklarimizdan ham vibr juda ko'p. 58 60 gacha razmer to'g'ri keladi. Buni 289 ming so'mga beramiz. Mana bu modellarni qarang. O'sha bombaligini. Buni o'rangan opa-singillarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Yuvib bog'chaga, magazinga, yugurlarga, ofislarga kiyib chiqib, marketlarga borib kelishingiz, korzinkalarga yumshoq muzdek yozgi jinsovka. Bilasizlar, bu yil jinsiy urfga chiqdi. Xohlasanglar Mickey turidan beramiz. Mana bunaqa bu yilgi trend oxirgi chiqqan model. Xohlasanglar ko'ylagan variantlari bor. Xohlasanglar troyka modellari bor. Ichida koftalar, vishipkalari bilan. Xohlasanglar mana bunaqa shimli variantlari bor. Mana buni qarang. Bunaqasini hech qayerdan topolmaysizlar. Do'konimizni eslatib o'taman. Bek barakadan kirganda 10 qo'lda 673-do'kon Duxtari Pari do'koni. Kelsanglar, shu yerda o'zimiz yordamchilarimiz, yigit-qizlarimiz hammasi ishlayapti. Optim narx umuman boshqacha bo'ladi. Optimchilar uchun telefon nomerlar qo'yib ketaman. Dastavka 12 viloyatga bor. Hammanglar do'konimizda kutib qolaman.